Juda ko'pchilik sifatli mahsulot uchun hech qanaqa reklama kerak emas deb hisoblaydi. Sizning mahsulotingiz zo'r bo'lishi mumkin, uni narxi ham hamyonbop bo'lishi mumkin. Lekin siz uni to'g'ri taqdim qilmaydigan bo'lsangiz, siz tayyor pullaringizni suvga oqizayotgan bo'lasiz. Nimaga? Sababi gap mahsulotingizda emas. Gap siz uni qanday taqdim qilayotganingizda, ya'ni rasm va videolaringizda. Odamlar mahsulotni sotib olishdan oldin faqat ko'zi bilangina analiz qila oladi. Agar sizni rasmingiz ishtahani ochmaydigan bo'lsa, sizni sotuvingiz ham kamayib ketadi. Hozir bozorda rasm va video olib beruvchi mana shunaqa mutaxassislarga, ya'ni content makerlarga talab juda ham katta. Agar siz bu videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, men sizga bu videoda rasm va videolar orqali o'z sotuvini qanday qilib oshirishni yoki bo'lmasam boshqa shunaqa biznes egalariga rasm yoki video xizmatini sotish orqali qanday daromad qilish mumkinligi haqida gapirib beraman. Nega rasm va videolar bunchalik muhim? Sababi marketingda oddiygina bitta haqiqat bor, ya'ni onlayn savdoda rasm qanchalik sifatli bo'lsa, mahsulot shunchalik qimmat ko'rinadi. Va xuddi shunaqa rasm qanchalik sifatsiz bo'lsa, mahsulot shunchalik arzon ko'rinadi. Ya'ni yaxshi va sifatli rasmlar va videolar ishonchni oshirib beradi. Ishonch bor joyda esa har doim savdo bo'ladi. Agar siz oddiygina sifatsiz rasmlaringiz bilan bittagina savdo qilayotgan bo'lsangiz, u savdoingizni sifatli rasm bilan 8 tagacha ko'tarishingiz mumkin. Bu marketing tadqiqotlariga ko'ra isbotlangan haqiqat. Ya'ni yaxshi rasm va videolar siz sotuvingizni 80% gacha ko'tarib berishi mumkin. Rasm va videolarni ahamiyatini tushundik. Endi bazaviy bilim sifatida bu borada ko'pchilik qiladigan ayrim xato va kamchiliklarni ko'rib chiqamiz. Birinchi va eng ko'p uchraydigan xato bu qo'rquv. Ya'ni ko'pchilik menda hali iPhone'im 17 Pro Max emas deb umuman kontent qilishni boshlamaydi. Lekin bu asossiz, sababi rasm sifatini kamera belgilab bermaydi. Kameraning sifati bu ro'yxatda eng oxirida turadi desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Rasm sifatini yaxshi qo'yilgan yorug'lik va kompozitsiya hal qilib beradi. Undan tashqari, agar siz bu rasmni olayotgan vaqtingizda qanchalik did bilan, kreativ bilan yondashadigan bo'lsangiz, bu rasmingiz nafaqat o'zingizga, balki bozorda boshqalarga ham xizmat qilishi mumkin bo'ladi. Xullas, agar siz to'g'ri yorug'lik bilan ishlashni o'rgangan bo'lsangiz, 5 yillik smartfon bilan ham chiroyli rasmlarni ola olasiz. Ikkinchi xato bu chalg'ituvchi fon. Ya'ni agar siz rasmingizda asosiy obyektingizga nisbatan orqa foningiz ko'proq chalg'itadigan bo'lsa, siz uje mijozingizni yo'qotasiz. Ya'ni asosiy qahramonga nisbatan e'tiborni hech qachon yo'qotmasligingiz kerak. To'g'ri fonga qanaqadir rekvizitlarni yoki bo'lmasam qimmat buyumlarni qo'ysangiz bo'ladi, lekin u asosiy rolga o'tib ketib qolishi kerak emas. Xullas, chiroyli surat chiqarish uchun siz oddiylikdan foydalansangiz ham bo'ladi. Ya'ni oddiygina oq fon, oddiygina oq mato yoki bo'lmasam oddiygina yog'och fon. Bu fonlar sizga qimmat qanaqadir jimjimador fonlardan ko'ra ham mahsulotingizni yaxshiroq sotishga yordam berishi mumkin. Uchinchi xato bu kam rasm va video olish. Ya'ni siz rasmga olishni o'rganib olganingizdan keyin bittagina rasm bilan cheklanib qolishingiz kerak emas. Mijozga qanchalik ko'p rasm beradigan bo'lsangiz, u sizning mahsulotingiz haqida shunchalik yaxshi tasavvurga ega bo'ladi. Uni yonidan, tepasidan, atroflaridan rasmga olib joylashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni rasmingiz qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa, aytganimdek, u mahsulotni yaxshiroq tushunadi va sotib olishga tezroq yetib keladi. Agar siz bitta rasmdan to'xtab qoladigan bo'lsangiz, mijoz ham xuddi shunaqa bitta rasmni ko'rib to'xtab qolishi mumkin. To'rtinchi xato bu noto'g'ri yorug'lik. Ya'ni bizning eng katta dushmanimiz bu uyimizdagi xona lampochkalar. Juda ham ko'pchilik mahsulotning rasmini olishim kerak ekan deb aynan o'sha xona yorug'ligida rasmlarni olib tashlashadi va bu rasmlarda aynan mahsulotning sifati juda ham past ko'rinadi, ranglari xira bo'ladi, o'zi umuman arzonchi ko'rinishga kelib qoladi. Bu vaziyatdan chiqish uchun siz uyingizdagi derazalar oldiga yaqinroq borib, tabiiy yorug'likdan foydalanib rasmga olishingiz kerak bo'ladi. Aynan o'sha quyosh nuri sizga professional chiroqlar beradigan sifatni bemalol yetkazib bera oladi. Lekin bu hali hammasi emas. Agar siz chiroyli rasm, videolarni qilishdan tashqari mobilografiya sohasini noldan o'rganmoqchi bo'lsangiz, undan tashqari kontent orqali daromad qilishni ham o'rganmoqchi bo'lsangiz, sizga chuqur va tizimlashtirilgan kurs kerak bo'ladi. Aynan shu kursni biz 4 oy oldin tashkil qilganmiz. Bu aqlli kadr kursi. Aqlli kadr kursimizning birinchi potok o'quvchilari allaqachon kursni bitirib, diplomlarini olib, ish boshlab yuborishgan va ular hozirda $400 dan $1000 oyiga daromad ham qilishadi. Hozir biz aqlli kadrni ikkinchi potoki uchun qabul ochganmiz va bu kurs kimlar uchun? Birinchi navbatda kichik biznes egalari uchun, o'zini mahsulotini sotuvchilar uchun va bozorda mobilografiya va fotografiya orqali daromad qiluvchilar uchun juda ham
zo'r to'g'ri keladi. Masalan, agar sizni o'zingizni biznesingiz bo'ladigan bo'lsa, siz o'zingizni xodimlaringizni ham o'qitib olishingiz mumkin bo'ladi. Bizda bunaqa eng katta keysimiz Vkусnobay Seva, ya'ni Sevarani mobilograflari o'qiganlar bizda va ular oldin mana shunaqa rasmlar olgan bo'lsalar, o'zlarining polufabrikatlari uchun hozirda xuddi mana shunaqa rasmlar bilan bozorda o'z mahsulotlarini sotishadi. Va bunaqa keyslardan bizda juda ham ko'p. Aqlli kadr yangi kasb egallashni xohlaganlar uchun ham juda ham zo'r to'g'ri keladi. Undan tashqari, agar siz chiroyli rasm va videolarni olishni yaxshi ko'rsangiz, ya'ni bu sizning hobbingiz bo'ladigan bo'lsa, aqlli kadr kursi aynan siz uchun bo'ladi. Xullas, aqlli kadrni yangi potokiga qo'shilmoqchi bo'lganlarni hammani kursga taklif qilaman. Siz bilan keykamanya bo'ldi. Agar kursga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, pastdagi havola orqali o'tib, batafsil ma'lumotni menejerlarimizdan olishingiz mumkin bo'ladi.